Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Xudo xohlasa 28-may akamiz Sirdaryodan zakaz qilgan edilar. Bir hafta oldin tayyor bo'ldi. Ko'rsatlari bugun topshiryapmiz akaga. Pritsepimizga kelsak, 2 modda pritsep. Robotda 260 razmerda bo'ldi. Aka o'zingiz bu pritsepimizni haqida o'zingiz bir taassurotlaringizni aytsangiz, ishimizni ko'rdingiz mana. Qanday yoqdimi sizga? Yoqdi, rahmat. Bir hafta oldin zakaz qiluvdim. Mana bir haftada tayyor bo'ldi. Ishlaringiz juda ham sifatli. Bizga ko'ngildagidek chiqdi. Rahmat. Doim baraka topingizlar. Hech qanday kamchilik yo'q. Agar kim pritsep olish niyati bo'lsa, tavsiya qilaman. Kelingizlar. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Rahmat aka, baraka toping. Bu pritsepimizga kelsak, bu pritsepimiz mokro asfalt svetda, просто kechqurun hozir yaxshi ko'rinmayapti. Kech bo'lsa ham akamizga topshiryapmiz buni. Pritsepda parkovka, tok montaj hammasini chiroyli qilib taxlab berdik akaga. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Kuzov nomer bilkalari hammasi joyida. Poli taxtadan bo'lgan bu. 3,5lik poldan bo'lgan, eng qalin taxtadan qo'yganman buni. Spark balon, zapascha balon tushadi Nexia'ni, bemalol 14 ta. Almashtirib 15 taksalar ham bo'ladi. Xudo xolasa buni yaxshi kunlarda xizmat qilsa bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzil Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz.